Ko'plab odamlar Toshkent metrosida yurishadi va bugun men sizga pulingizni tejashga yordam beradigan life hacklar haqida gapirib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki sizga pulingizni 60% gacha chegirma bilan qanaqa qilib qaytarib olishligi haqida aytib beraman. Men sizga bitta juda ham zo'r sirni ochaman. Metro uchun to'lovi telefonda QR kod orqali juda ham oson amalga oshirishingiz mumkin. Birinchi sizga kerak bo'ladi Uzum bank ilovasini ochish va bepul Uzum kartasini rasmiylashtirish. Istalgan kartadan Uzum kartasiga komissiyasiz pul o'tkazasiz. Uzum bank ilovasiga QR kod orqali metro yo'l kirasini to'laysiz. 1700 so'm yetib oladi, lekin eng zo'r joyi shundaki, 1050 so'm sizga cashback bo'lib hamyoningizga qaytadi. Bu pulni haqiqiy pul sifatida yechib olsangiz ham bo'ladi. Natijada metroda yurish sizga atiga 650 so'm bo'ladi. Siz istagancha safar qilishingiz mumkin, har safargacha cashback qaytaveradi. Aksiya fevralning oxirigacha davom etadi, shuning uchun albatta shoshilib qoling. Men shu usul bilan bankomat izlab o'tirmadim, naqd pul topaman deb ovora bo'lmadim va katta foyda ko'ryapman. Bu videoni albatta metroda ko'p yuradigan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying, ular ham sizga 100% rahmat aytishadi.